Alif Kargo, yukingiz ishonchli qo'llarda. Firmamiz manziliga yetib keldi. Yuklaringiz ehtiyotlik va aniqlik bilan tushirilmoqda. Vaqt pul, yuk esa omonat, bizga har ikkisi ham qadrlidir. Shu sababli Alif Kargo firmasi yuklaringizni Moskva viloyatlaridan, uylaringizni yonidan olib, tez va samarali Tojikistonning hamma mintaqalariga qarib yetkazib berishga harakat qiladi. Faqatgina Leninobod va Badaxshon viloyatlariga tarmoqlarimiz hozircha ochilmagan, qolgan hamma shahar va nohiyalar ham mintaqalarga yuklaringiz olib borib beriladi. Hozir video davomida yuklaringiz qanday tushirilayotgani, qayerlarga olib borilishini, hammasini qisqa videorolik orqali ko'rib borasiz. Alif Kargoga ishoning, inshaalloh yuklaringiz samarali va chiroyli manziliga yetib keladi. Vaqt pul. Mana yukingiz omonat. Omonatingiz manziliga yetib keldi. Inshaalloh ishonchli qo'llar orqali, ya'ni Alif Kargo firmasi orqali keldi. O'z manzillariga yetkazib olib boriladi. Yana hozir Moskva va Moskva viloyatlaridan inshaalloh yuklaringiz yig'ilmoqda. Aloqaga chiqing nomerlar orqali. Mana shu nomerlar sizlarning yuklaringiz ishonchli va chiroyli mana shunday ko'rinishda Tojikistonga yetkazib olib keladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.